İkinci bab. Hazreti İsa Hirot podshoh zamonasida Yahudiya o'lkasining Betlehem yesida dunyoga keldi. Keyin sharqdan ba'zi munajjimlar Yerusalimga kelib, kishilarga Yahudiylarning yangidan tug'ilgan podshohi qayerda? Biz uning tug'ilganligidan bishorat beradigan yulduzning sharqdan ko'tarilganligini ko'rdik. Shunga uningga sajda qilg'ili keldik, deyishdi. Buni anglagan Hirot podshoh aloqzadlikka tushdi. Jumladan butkul Yerusalim xalqimi shundoq bo'ldi. Hirot podshoh butkul oliy ruhoniylar va Tavrat ustozlarini chaqirib ulardan payg'ambarlar qutquzuvchi Masih qayerda tug'ildi degan edi, deb so'radi. Yahudiya o'lkasining Betlehem yesida, chunki bu to'g'riliq Mika payg'ambar munda xotirlagan. Ey Yahudiya zeminidagi Betlehem, Yahudiya rahbarlarining nazarida o'rning muhim, chunki sendin chiqquvsi xalqim Isroillarning yetakchisi, deyishdi ular. Buning bilan Hirot podshoh munajjimlarni maxfiy chaqirtib, yulduzning qachon paydo bo'lganligini uqib oldi. Ondan berib bolini ko'ngil qo'yib izdanglar. Topqan hamon menga xabar qilinglar. Menmi uning oldiga berib sajda qilib kelay, deb ularni Betlehemga yo'lga soldi. Munojimlar Hirot podshohning so'ziga binoan yo'lga chiqdi. Sharqdan ko'tarilgan yilqi yulduz ularga yo'l boshlab mangdi. Ular bola tug'ilgan yerga kelib to'xtadi. Ular yilqi yulduzni ko'rgandan intayin xushal bo'lishdi. Ham uyga kirib bolini onasi Maryam bilan birga ko'rganida yerga bosh qo'yib bolg'a sajda qilishdi. Ondan sanduqlarni ichib, oltin, mastak, murmakki qatorliq sovg'atlarni elib sunishdi. Ular qaytmoqchi bo'lganda, Xudo ularning tushida Hirot podshohining yeniga bormaslikqa bishorat berganlikdan, ular boshqa yo'l bilan o'z yurtiga qaytishdi. Munajjimlar ketgandan keyin Xudoning bir farishtasi Yusufning tushida ko'rinib, o'rningdan tur, ona bola ikkisini elib Misrga qoch. Men sana xabar bergucha u yerda tur. Chunki Hirot podshoh bolani izlab tepib o'ldirmoqchi, dedi. Buning bilan Yusuf o'rnidan turib, ona bola ikkisini elib, shu kechila Misrga qarab yo'lga chiqdi. Ular Hirot podshoh o'lguncha shu yerda turdi. Buning bilan Parvardigorning payg'ambar orqali oldin aytgan o'g'limni Misrdan men chaqirdim degan so'zi amalga oshirildi. Hirot podshoh munajjimlarga aldanganligini sezib, qattiq g'azablandi. U munajjimlarning aytganlariga asosan buvoqning yeshini hisoblab chiqib, Betlehem yezisi va yaqin atrofdagi 2 yosh va uningdan tuvan yoshdagi o'g'il bolalarning hammasini o'ltirish to'g'risida buyruq tushirdi. Buning bilan Xudoning Yeremiya payg'ambar orqali aytgan mo'no so'zlari amalga oshirildi. Ramada anglandi yig'izor va faryod, qon yig'laydi farzandlariga Rohila, tasalliga qoyil emas faqatla, chunki qolmadi farzandlari hayot. Hirot podshoh o'lgandan keyin Misrda Yusufning tushida Xudoning bir farishtasi ko'rinib, o'rningdan tur, bola va onasini elib Isroilga qayt. Chunki bolaning jinni olmoqchi bo'lganlar o'ldi, dedi. Buning bilan Yusuf bola va onasini elib Isroilga qaytdi. Biroq Yusuf Hirot podshohning o'g'li Arxilasning podshohlik taxtga varislik qilib, Yahudiya o'lkasida hukmronlik yurgizayotganligidan xabar tepib, qaytishdan qo'rqdi. Keyin u Xudoning bishoratiga asosan Galiliya o'lkasiga berib, Nosira shahriga o'rinlashdi. Buning bilan payg'ambarlarning u Nosiralik deb nom oldi degini amalga oshirildi.